Hammaga salom. Bugun sizlar bilan noodatiy go'zalliklar haqida gaplashamiz. Meni endi ko'rayotgan bo'lsanglar, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar bilan oddiy hayotda birgalikda rivojlanamiz. Efiopiyadagi Mursi ayollarning lab plastinkasi. Mursi qabilasidagi ayollar pastki labiga loydan yasalgan katta plastinka taqishadi. Har bir qiz bolaning labiga plastinka qo'yish uning voyaga yetgani turmushga tayyorligini anglatadi. Kayan xalqi Paduan ayollarning uzun bo'ynilari. Har bir ayolga bo'ynidagi mis halqalar bolalikdan qo'yila boshlaydi. Mis halqalarining soni qancha ko'paygani sari bo'yin ham xuddi uzundek ko'rinadi. Mis halqalar ayollarni yovuz ruhlardan himoya qiladi degan e'tiqodga ham ishonishadi. Yaponiyadagi ayollarning qora tishlari ahaguru. Qadimda Yaponiyada ayollar tishlarini qora rangga bo'yab yurishgan. Bu sadoqat, poklik, yuqori maqom ramzi hisoblangan. Hindiston Hind ayollarining uzun sochi. Uzun sochlar ayollarning sog'lig'i va kuchli energiyasi borligini bildirgan. Yangi Zelandiya Maori ayollarining iyak tatuirovkalari. Iyakdagi tatuirovka Moko Kawaii deb atalarkan, har bir tatuirovka ayollarning ruhiy kuchi, qobiliyati va nasl-nasabiga qarab chizilarkan. Boliviyadagi Cholita ayollari. Keng yubka, shlyapa ularning milliy iftixori sanaladi. Cholitalar hozirgi kunda Boliviyada faqat go'zal emas, ayollarning erkinligi va mustaqilligi ramzi hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, go'zallik har xil shaklda bo'ladi. Sizningcha o'zbek ayollarining go'zalligi nimada? Albatta kommentariy yozib ketinglar.